İnsaniyet yuqori fan texnik sohasidagi 5chi insonlarning o'zaro munosabati, kishilarning dunyo va shaylar o'tirishga bog'lanishini ishga oshirib, uchur aloqaning unumini, kasblar taraqqiyotini o'stirish uchun qo'llanayotgan bo'lsa, halbuki buning Xitoy hukumati uchun insonlarni bo'libmi Uyg'urlarni kontrol qilish uchun qo'llanayotganligi xalqaroda andish qo'zg'ayotgan tarafidir. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Xitoy Sharqi Turkistonning poytaxti Urumchida 2019-yili 5chi asosiy punktlarini qurishga boshlagan bo'lib, hozir rayondagi 5chi yanfon ishlab chiqaruvchilarning soni 11,277 mingga yetib, umumiy telefon ishlatuvchilarning 38%ni egallagan. Mutaxassislar bo'lsa, Xitoy doiralarining Uyg'urlarni nazorat qilishni maqsad qilgan 5chi punktlarni qurishning orqasida Uyg'urlarni farqlantira oladigan 100 tonna sistemasi, zo'r ko'lamli kamera va yuqori texnikalik aslahalar bilan ta'minlab kelayotgan shirkatlarning bog'lig'ini o'tirg'a qo'ydi. Xitoyning ziyonkashlikka uchirgan va surgun qilingan bir turkum millatlarning rahbarlari 10-oyning 23-kuni Taybeyda o'tkazilgan Sharq Turkiston jazo lagerlari va Jungo Kommunist partiyasining dunyo tahdidi temasidagi xalqaro muhokama yig'inida bir yerga jam bo'lib, Xitoy Kompartiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultiyiga baho berdi. Janubiy Mong'oliyaning vakili Shi Hayming Shi Jinpingning harakatini eng oxirgi talvilik deb tasvirladi. Yig'inga Iroqdan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Robiya Qodir ochiq-oshkor holda Kompartiya tahdidining keng tarqalayotganligini va Uyg'urlar Tibetlarning beshiga kelgan kunlarning dunyo xalqining beshig'imi keladiganligini ogohlantirdi. Xitoyning eng chong mashina batareyasi ishlab chiqaruvchi korxonasi bo'lgan Ningde shirkati jazoga uchrashdan andish qilib, Amerika va Meksikaga mablag' selish planini ostilatgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, Xitoyning dunyodagi eng chong batareya ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Ningde shirkati Amerikadagi yangi batareya zavodlariga mablag' selish planini ostilatgan bo'lib, aslida bu yilning 5-dan boshlab Amerika va Meksikada yangi zavod etishni o'ylashgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda bu shirkat dunyodagi har 3 batareyalik mashinaning birini batareya bilan ta'minlaydi ekan. Angliya bosh ministri Liz Truss istifa bergandan keyin Konservativlar partiyasining saylam raqobati qayta boshlandi. Sobiq bosh ministr Boris Johnson yakshanba kuni saylamdan chekinib chiqqanligini e'lon qildi. U o'zining keyingi bosqichga o'tish uchun yetarli parlament a'zolarining qo'llashiga erishganligini, ammo o'zi erishgan ovozning sobiq bosh ministri Rishi Sunakninkidan xeyli oz ekanligini, bo'linish paydo qilishni xohlamaydiganligini aytdi. Shunda qilib Angliyada 7 hafta ichida 3-chi bosh ministr vazifaga o'tirdi. Janubiy va Shimoliy Koreya o'rtasida dengiz tavalligiga xiloflik qilish sababli kelib chiqqan jiddiylik davomlashmoqda. Ikki taraf bir-birini ayblagandan keyin ikki davlatning dengiz armiya paraxotlari ogohlantirish o'qi otdi. Yaqinqi bir necha hafta ichida Shimoliy Koreyaning yadro sinovi sababidan ikki davlat o'rtasida ziddiyat keskinlashdi. Amerika 101-ci hava armiyasi diviziyasi 80 yilga yaqin vaqtdan keyin tunji qatim Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining Rossiya bilan bo'lgan munosabati jiddiylashgan Yevropaga o'rlashtirdi. Hava armiyasi diviziyasining Ukraina chegarasidan 5 kilometr yiroqlikdagi Ruminiya tavalligiga o'rlashganligi bildirildi.